Assalomu alaykum azizlarim, jalli bratlar, mazmun-mazmunchi qizlar. Kemina Maxbekcham sizlarga chotki topishmoqim bor. Bir orol bor ekan. Orolda qura ayol qizlar yashaydi ekan. Hammasi o'zi dunyo go'zali, xo'shalay, mazza deb biladilar ekan. Mabodo shu orolga o'g'il bola borib qolsa, yan qizlar o'ldirib beradi ekan. Kunlardan bir kuni bir bola adashib borib qoldi shu orolga. Borganda qizlar ushlab olibdi. Ki aytibdilar, biz har birga ham bolani o'ldiramiz. Sen ham buyib o'lasan. Oxir gaping bo'lsa aytib qol debdi. Bola aqlli ekan. Bir gap aytibdi. Bir qiz ham o'ldirmay, yangi bolani qo'yib berganlar. Endi savol sizlarga. Shu bola nodegan, yoki qizlar uni o'ldirmay qo'yib bergan. Agar shu savolni javobini topgan odamga Smile Burgerda xohlagan pasportini besplatni yeb ketadi. Yeb ketadi. Mut. O'zimiz mehmatamiz. Yana kimni kommentariyasi ko'p like qilsa, one besplatni yenglab ketadi. Shu videoni maksimalni tarqatamiz. Albatta mening videolarimiz ko'p bo'ladi.